To'lqinboy, katta rahmat. Mana shu rozimiz bizlar sizga 100 ga 1000 bersin. Mana shu sam biznes olamini muxlislari, podpischiklari, insonlar. Mana bu To'lqinboy mana shu darvozamizga olib kelib o'rnatib berdi. Darvozani biz o'zimiz mana shu sohalardamiz. Juda ham yaxshi sifatli darvoza. Keyin o'ta narxlari arzon ekan. Men shu darvozalarni vodiyda gaplashdimda. Siz menga 1 milliondan qilib berdingiz kvadratini. O'tangizga rahmat. Xuddi mana qarang, 2 qavat. Yana qalinligi lislari 2 likdan qilibdi. Shuni menga yolg'on bo'lmasa, shu vodiyda 1.800.000 dan qilib beraman debdi kvadratini. O'zimizda tumanda ham bor ekan, o'zimiz shu nimalarda ham, o'shalarda ham oldiga borib, keyin ishlari siznikidek emas. Materiallar yuqoriroq. Katta rahmat. Mana shu kimga shu darvoza xizmatlari kesib kerak bo'lsa, mana bu yigitga zamindan ming rozimiz. Juda ham yaxshi kraskalari ham o'sha eng qimmat sinta kraskalardan ishlatgan, dayvo kraskalardan ular 3 barobar qimmat yuradi. 2 barobarmi mana shunaqada narxi ham. Nima deymiz? Xullas dard ko'rmasin. Sizlar ham Mustafolar katta rahmat. Rozi bo'lingizlar mehnatlaringizga. Kimga darvoza kerak bo'lsa, men telefon nomerlarini qo'yib qo'yadi. Shu nomerlarga chiqib nima qilib xizmat ko'rsataveradi, xudo xolasa. Katta rahmat. Rozi bo'ling sizdan. Baraka toping. Rahmat. Katta rahmat.